Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamiz orqali sizlar bilan henüz ko'rishdik. Programmamizning navbatdagi bo'limida ota-ona qaqshtishning yomon oqibati haqida to'xtalamiz. Men qarindoshlar Abul Qasim Ahmadi programmamizning bugungi aziz mehmoni ustoz Abdulahad Hafiz bo'ladi. Abdulahad hojim shu ota-ona qaqshtishning yaman oqibatini ko'plaganlar bilimiz deymiz, lekin Qur'on hadisdan ro'yxatdan tushunmaganlikdan yoki buni tushunsak-mi insonchilik sir qarawatgan alomatlarni ko'ryapmiz. Bu haqda bir ochiq bo'lib o'tgan bo'lsalar, qani marhamat. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ata-onaga avlan ata-onaga yaxshilik qilish Allohning amri. Allah'ın emri pers. Ama ata-onani qaqshtish Allah'ın emriga bo'ysunmaganlik, Allah'ın emrini terk etganlik uchun haram. Allah bilan hukmi. Hamda onunki yaman oqibatlari, bundan her türlü yaman oqibat kelib chiqadi hamda. Allah Taala inson Allah Taala'nın emriga bo'ysunmagandan keyin ata-onasiga yamanlık, yaxshilik qilishni o'rniga yomonlik qilib, uni qaqshatganlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlarga ala unabbiukum bi akbaril kabair. Sizlarga eng chong gunohni deb berayman degandan keyin qulna bala ya Rasululloh. Sahobalar biz deb basla ya Rasululloh deganda al ishraku billah. En çok günahın birincisi Allah'a şirk keltiriş. Ve hukukul valideyn. Ata-onani qaqshtish, ata-onaga yomonlik qilish. Devam qiladi hadis. Mishada ata-onaga yaxshilik qilish kelgan chog'dimi Alloh taolo Abdullaha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsan deb billahi akagan. Allah'a ibadet qilish bilan ata-onaga yaxshilik qilish. Madem Resulullah Allah'a şirk keltirish bilan ata-onani qaqshtishni yine birga ekeldi. Shunda ig'ir cho'ng gunoh. Yine bir hadisda al-kabair al-ishraku billah va huququl validayn va qatlun nafs va yaminul ghumus. En cho'ng gunoh Allah'a shirk keltirish, ata-onani qaqshtish ve haksız, nahaq adam öldürüş ve yolg'on qasam qilish. Bunlarga bir o'g'andim bu, ya'ni shu shirkdan kim qasalar? Ota-onaga. Ikki hadisda shirk maqsadlam huququl validayn deb ota-onaga qilishni so'zlaydi. Anda buningki kelib chiqilgan oqibati, yomon oqibati nima desa, Allah birinchisi ata-onasini qaqshatgan odam Allohning g'azabiga uchraydi. Bir hadisda Resulullah Allah'ın rızalığı ata-onanın razılığıda. Allah'ın gazabı ata-onanın gazabıda degan. Ata-onasini qaqshatgan adam Allah Taala'nın gazabıga uchraydi. Bu ig'ir oqibatdan. Yine ata-onasini qaqshatgan adam la'natga uchraydi. La'nat degan Allah Taala'nın rahmetidan uzoqlash. Çoğun Resulullah mel'unun men aqqa validey. Ata-onasini qaqshatgan, ata-onasiga yomonlik qilgan odam mal'un, la'nat qilingan degandan keyin bu Alloh taolaning rahmatidan jiroqlab ketadi. Yana ata-onasini qaqshatgan odam Alloh taolo qiyomat kunida rahmat nazari bilan qaramaydi. Bu to'g'riliqmi hadislar bor. Yine ata-onasini qaqshatgan odam jannatga kirmaydi deydi. Bundan da Resulullah Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu hadisda salasatun la yanzurullahu azza ve celle ileyhim yevmel kıyame. 3 kişi var.
Bu üç kişiye Allah Teala kıyamet rahmet nazarı bilen karmaydı. Birincisi el-akli validey. Birincisi ata-anasını kakşatkuçu. Deydi. Ondan keyin yine bir hadiste salasatun la yadkhulunal cennet. Üç kişinin ki cennet girmeydigan üç kişi var deydi. Ondan yine el-akli validey. Birincisi bu nimaga ata-anasını kakşatkuçu cennet girmeydi deydi. Bu ikili hadisni Albani sahih deb bergan. Hamda hadisning davomini nima qilmoqlik vaqtimiz qisqa. Shundoq buni yani demek bundan chiqqan xulosa ata-onani qaqshatgan odam dunyoda tugashdi, oxiratda tugashdi. Ikki dunyoninki baxt saodatdan mahrum bo'ldi demoqchi. Allohning g'azobiga qadamning ishi tugadi. Hamda yetma shu ilgirkilardan biri qala hikmat so'zi bor ekan. İki türlük adam iqtirishmisi bo'ladi. Biri ata-onasining duosini olgan odam. O cho'ng bitirishib ketmasin, o'sha duoning barakati bilan unga Xudo iqtisodiyot barakat berib ketadi ekan. Ya'ni bir ata-onasini olgan qaqshatgan odam ham tirishmisi, ishlamisi bo'ladi. Chunki baribir ishlasa u qozonolmaydi demoqchi ekanda. Endi unda olganda shu qaysi ishlar ata-onani qaqshatganlik bo'ladi, qaqshatishda aytilchirdi, bu haqda bir ochiqlantirib o'tgan bo'lsa. Ata-anasını qaqshatganlarninki din sodir bo'lgan ishlar, qaqshatishlar o deb bo'lg'usiz nurg'un. Har xil inson har turli shaklda ata-onasini qaqshatib, ata-onani norozi qildi. Endi biz bu yerda bir necha to'plab keldim. Ularninki hamda ata-onani yig'latish, ata-onaniki ko'nglini og'irtish, ya'ni so'z bilan bo'lsin, harakat bilan bo'lsin, ata-onaning ko'ngliga tegadigan gap so'zlarni qilish, ularni ko'nglini og'irtib yig'latish, bu yig'latishlar har xil shaklda bo'ladi endi. Bu ata-onani qaqshatganlik bo'ldi. Ya'ni ata-onaga masalan tovlab, duo qilib gap qilish, ular bilan talash tortish qilib, gapiga unamay jidallashib, unda qilish, ularni bir ish qilgan bo'lsa, dushkalab, "Nima qanday qildingiz?" deganga o'xshash ishlarda harakatda bo'lish, ata-onaning yuziga chiroyini turib, yomon nazar bilan qarash, ata-onani yaratmaslik. Ba'zi yoshlar og'indan oldiga onasi dadasiga qolib nomus qildi. Uni yoki kichikdan yoki bu ata-onani qaqshatganlik bo'ldi. Ularni kamsitish ata-onani. Yoki masalan ata-onasi ani qilpa, mani qilpa deb ish qilish buyurish. Bunun hakkımız yok bizim ata-onamizning. Ata-onasininki ananınki etken tamaqini yaratmay ayplash, tuzlab qapti, tuzuqlab qapti, andaq-mundaq deb ananınki ko'ngliga tegadi. Ko'plagan bolalardan yoshlarni sodir bo'layotgan bir illat bilan bugünkunda. Sayilib etib qoldi akasi. Şu ananing g'ami shu bolamni tamoqni issig'ida yeb qilsin deb qilmagani qilmaydi. O bola tamoq oldirib kelganligini yemayman. Ishlaman, yolg'atqizib uni. Yine tavır çıktı, tavır etkan işler. Şu ananınki nimasini qildi. Ondan keyin ata-onaniki ishlariga yordam qilmaslik, bir yordamiga muhtojlar qolsa, yo bir yerda ish bo'lsa, mana shuni qilatam desa, yoki demasa ham yordam qilish kerak. Yordam qilmaslik, ata-onaniki so'zini anglamaslik, ular bilan takallashish, ularga bir ish qilmoqchi bo'lganda maslahat solmaslik, o'z boshqa ish qilish, ata-ona ko'zga ilmaganlik bo'ldi endi. Ular maslahatini qilman deb. Yo'q, bir do'stlarimizning bir ishni maslahat solsa, ko'ngli suyunib qoldi, hamina bir adabiyot deb. Ata-ona deganing bolaning har bir kichik harakatchilik so'zib turgan ko'ngil bo'ladi endi. Albatta ata-onaning maslahati samay binasini o'yga yetsa, ananing ko'ngli ketadi-ki. Onu bir ko'zga ilmaganlik bo'ladi endi.
Hoş. Bu yaşlarımızda nurg'ullagan hatta hali qarindoshlarimizni sodir bo'layotgan illatlar o'zimizda qatnamay kelayotgan. Bir yoki berishda yoki bir ish boshlashda ota-onadan ruxsat olmay, ota-onaning iznisiz yana ketib xalqqa yeriga. Ularni ansirtib bunday qilish buni ota-ona qaqshatganlik oldu. Ota-onaning oldida bir tuqqanlardı. Biz işkimiz bir tuqqan olsak anamız adımızın aldığı uğraşıp birimizden cidalmaca kılış avının konuğunu rahatsız kaldık. Ona atanı qaqshatqanlik oldu. Bazı kişilerin hatta özünün xotinini yoki ballarını atanısının üstün gördündi. Bunu atanı qaqshatqanlik oldu. Bazı xotinning gapiga kirib anasiga tovlaydigan, atanisi achchiqlaydigan ishlar yuz beradi. Bu ishlarga diqqat qilish kerak bo'ladi. Boshqalarning oldida ota-onasini ayblash, so'kish, anam andaq, dadam mundaq, yaxshi bilmaydi deganga o'xshash. Ba'zilar gapchilik qildik deb anjiq ko'ramiz, ba'zida shu leksiya so'zlaganlarning anastasini tishlab tortib, nurg'adan oldida. Ana shu advokatchilik shariatning haqini bilmaganlik, onang dadangning kesining haqqi yo'q-ki, uni aybini kelib onam hatta ota-onasini dadasini uçqashkar belki ko'rdi. Ana dadam haraqqa ichdi, cheketdi, ichdi deb xalq oldida uning ayblarini so'zlab o'ldirgan ahvollarni ko'rdik. Bu eng cho'ng bir illatlar ekanda. Ondan keyin mesela ota-onaning tillash, ba'zi odamlar tillaydi, urdi ota-onasini. Anglaymiz ham televizyonda ko'ramiz. Ata-onani tillashda Rasululloh sahobalarga ata-onani tillamanglar deganda, sahobalar qanday ata-onani tillaydi deb so'rgancha, sen boshqasining ata-onasini tillasang, u seninkini tillaydi, ata-onani tillagan bo'ldi degan. O'zi anasi dadasini bevosita tilmaydi, haqninkini tillaydi. Unda ham bir sabab bo'ldi. Uning haqni tillab qo'ygan. Kim tillaydi. Shunga o'xshash ata-onasini ansirtib, uydan yo'qolib ketib, patkamaslik. Hozir ham telefonda aytgan narsa bor. Abi men playada ana dada deb xabarlantirib qo'ymay, o ata-onani ansirab, bir aram bo'lib, bunu ata-onani qaqshatganlik. Ata-onasidan jiq narsa talab qilib, uni appa, buni appa, uni qippa deb ularni ig'ir ahvolga tushirib qo'yish. Ba'zi yoshlarda qimor o'ynab, qarzga kirib qilib ota-onasini sen to'la deb to'laydi yoki majbur ota-onasini bulab chiqarib ahvolini anglaymiz, ko'ramiz. Shundoq bo'lib ahvollarda. Ondan keyin hojatga tushgan vaqtida ota-onasiniki ularni tashlab o'tish, ya'ni uni endi yosh ota-onaniki asos hojat tushmaydi endi. Ota-ona qiyib qolgan chog'da bola-chaqani beqishiga, yo qishida bo'lishiga muhtoj bo'ladi. Ana muhtoj bo'lib qolgan chog'da qarmay tashlab qo'yish, masalan, nimaga qiyirlarni baqirga yaliga qo'yish, bu hammasi ota-onasini qaqshatganlik bo'ldi. Başqalarının aldığı ata-onasini nomus qilish, ata-onani urush, tillash, uni yuqori dedik endi. Shunga o'xshash nimaga ata-onasiga binasi o'ziga, xotiniga, ballarga xajlansa, hozir xajlaydi. Ata-onasiga bir kiyim-kechak aplan yoki kichkina ehtiyoj bo'lsa baxillik qilib, uning hojatidan chiqmaydi. Bu ata-onasiga baxillik qilish qaqshatqanlik. Ata-onaga bir narsa berganni minnat qilish. Men sen uni appadim, buni qilpadim, aytibdim deb ota-onani yuziga silib minnat qilish. Bu yerda Ömer roziyallohu anhuning qishig'iga bir kishi kelib, menimki onamni deb qilib ketinglar. Men ko'tarib turmasam taratni qilolmaydi. Ben gündüne çıkartıp kötürüp anamla aşnak tarat kıldırman, onun kendisine hakkını ada kıldım mı diyen çağlı ya.
Aşı işin özüne anan sana seni yaş düştün kılattı. Sen hazır kaça olap kalar gidip ölümünü ümit kılıp kılsan o tankemaydı onun anam diyen yokşaş. O minnet kılırsak bizden geç kandak nömümüz yok. Ata-ananın ki mesela sayında ötük pul mal binasını oluğa demey iri veriş oğurlu veriş kattırak til ölen desek. Ata-anadan ruhsat almay başka yurtlara, başka memleketlerge ketiş ondan keyin ata-anasının ölümünü arzu qilish, qancha o'ylab qalar ki ölmedi degan o'xshash gaplarni qilib. Ammo shunday ishlarda ata-onani qaqshatgan yo'lni jiq har turli hamda qisqacha ammo shunday ishlarni qilish ata-onani qaqshatgan. Albatta bu programmada hammani deb o'g'lanmaydi. Ba'zi ishorat qilish orqali bora do'stlarimizni o'zimizni ogohlantira olsak, programmamizning g'oyasi shu endi. Bunda ahirda şu ata-onani qaqshatishga sabab bo'lgan omillar qaysi bu vaqt bir tushuntirasizlar? Hamda hamma ishning sababi bo'lgandek buning sabablari bo'ldi. Ata-onani qaqshatishning sabablarining birinchisi bilimsizlik. Ata-onaga yaxshilik qilishning farzligini, ata-onaga yaxshilik qilmay yomonlik qilib qaqshatishning haromligini, buning ig'ir oqibatini bilmaslik jihatdan qiladi. İkincisi yaxshi tarbiya almaslik. Bu yerda ata-onalarning vazifasi var. Bolalarni kichik chog'da islomiy tarbiya bilan yaxshi tarbiyalasa, inshaalloh o bolalar cho'ng bo'lganda ata-onasiga yaxshilik qiladigan odam bo'ldi. Bunda yaxshi tarbiya ko'rmaganlar kichik chog'da ata-onasining qadrini bilmaydigan. Uchinchisi ata-onaning qilgan ishi bolaga o'rgatgan tartibsiz ish qilishadi. Bu ata-onaning gunohi. Mesela balaga ani qilish yaxshilik, mani qilish yaxshi deb yaxshi yomon o'rgatamiz. O'zimizning qilganimiz o'rgatganimizga udil kelmaydi. Aksini qilsak, o chog'da bola deb qo'ygan bu uni qilmasin bo'tgan deb yomon do'st al-ag'ina bu ata-onaga yomonlik qilishga sabab bo'ladi. Ata-onasining gapiga unmaslikqa nimaga ata-onalarningki özünün ata-anasını qaqşıtışı. Ama balalarının ata-anasını qaqşıtışıga sebep bolgan sebep. Bu jiq qısılı var insan. Yana diken, çek etmeydi eken. Ata-anasını qilib qo'ygan ekan, ama balasının ko'rida qilgash kerak ekan, o'zining balasini. Yana diken. Ondan keyin ar-xotullarninki balalarning oldida urush jidalni jiq qilishi, buni balalarning qalbida ata-ona bo'lgan mehr muhabbatni azaltib, cho'ng olganda qaqşıtishga sabab bo'lgan ishlar. Jiq balası adam balalarga adil muomala qilmaslik. Bizga yaxshilik, bakroq yaxshilik bizga bunday qilsa, ayolga azroq yaxshilik ko'rgani yomon bo'lib qoldi. Ata-onaningki qattiq qo'l bo'lishi, ba'zi ata-onalar balalarga tosh yurak qattiq qo'l bo'ladi endi. Uni balaning yuragida ata-onaga qarshi bir balalarningki yaxshilikqa rozi bo'lmaslik. Ba'zi ata-ona balasidan qancha yaxshilik ko'rsimi bir türlü razı olmaydı. Yine qilmadi, etmedi deb turgan ata-onalarimiz var. Onu ilhamlandırıp, mukofotlab, yaxshilikqa rahmatini bildirib tursan, bolamda ham ilham bo'lib yaxshilik qilishtirib ma'nodan gap. Ondan keyin hamda nachar xotinmi hamda erining ata-onasiga yaxshilik qilishiga bo'lmay, yomonlik qilishiga sabab bo'ladi. Ondan keyin hozirgi zamonda bizga ancha bala kino. Bu internet, televizyon bu nasıl taraf ketdi. Onun içinde Avrupa'nın kinoları, hatta Türkiye'nin kinoları, Siriyalik kinolar. Bu nasıl da şu kinoda balaları ata-onasiga to'g'layotgan chaqtamagan ko'rinishlari har xil nasıl chiqdi. Ama şu ko'rinishlarni ko'rib balalar ata-onasi shunday qilib o'xshaydi deb shuni o'rganadi. Ama shunday narsalar bizga sababchi bo'lgan bolalarimizni bunday ishlarni saqlash lozim. Ko'p rahmat, Alloh ajringizni bersin. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Diqqat e'tiboringizni berganingiz uchun ko'p rahmat. Keyingi bilimlar uchish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr-xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.